Birodar ayting, siz rost siqilgan kuningiz, odatdan bu dunyo, bu yorug' dunyosiga qorong'u bo'lib ketganda, bu keng dunyosiga tor bo'lib ketganda, qayg'u, alam, dard, gap so'z, xiyonatlar, qarz ortingizdan quvib yurganda qayerga qochib borasiz? Qayerga qochib borishdan qat'iy nazar esdan chiqarmang, Alloh siz bilan birga. Nimaga bilasizmi? Qayg'u alamlar sizni qalbingizni o'rashdan oldin Alloh azza va jalla u qayg'u alamlarni nima ekanligini, qanaqa ekanligini biladi. Qayg'u alamning ko'pligidan ko'zidan qaynab tushgan yoshni oqishdan oldin Alloh azza va jalla u yoshni qancha tomchiligini biladi. Chunki siz mehribon, rahimli Alloh azza va jalla bilan muomala qilyapsiz. Yaxshi yuringiz bilan tinglang. Qalbingizdan baqirib, bu daryolar, sayyoralar, yulduzlarning, anhorlarning orasida 7,5 milliard odamlarning orasida men Alloh kim bo'lib qolgan deyishingiz mumkin. Lekin siz bilmaysiz, Alloh azza va jalla sizga yordam berish uchun, sizga najot berish uchun, sizga o'rgatish uchun bir odamni yoki bir sababni yozib qo'yishni.